船要作怪，人鬼不分深夜愁，得饮就是全饮酒，得风流是解风流。保障，手拿拐杖，头戴礼帽，哼，保障。想笑却哭，想哭却笑，保长，好人难当，好人难当，保长，你做人做狗快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒。人间岂容鬼做主，人生公路后三后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世幕布一时秋，寒食江山天不由。Enim, ismingiz nima? Familiyam Deng, ismim Dang. Ma'nisi Namrat degandek bo'ladi. Deng Dang enim, to'ydingizmi? Bundaq to'yib baxmoqlar uzun o'tdi ekan. 5 qacha yebdi. O 5 qacha yebdi. Agar o uyimizga kelsa, tamığının ötüsünden çıkamıgıdek biz cama. Sırlımıza uğrunsuz ensiraverdik Allah. Enim, to'y qildingizmi? To'y qilish? Mendeki yalan to'yishni kim yaratdi? Agar biroz yaratib qolsa-chi? Acha. Chaqchaq qilmisingizchi? Birinchidan mening pulim yo'q. Ikkinchidan mening turdig'inim kapa. Kiydig'inim janda tursa, bana kimni tegishni xohlasin? Agar rostlik xohlasa-chi? Ben bilaman. Bo'ldi. Acha, siz menga chaqchaq qilyapsiz, ha? Kim sizga chaqchaq qildi? Men rostlayapman. Mening Sizning nima? Mening Davering, hech qisi yo'q. Mening yana bir qacha yegim kelyapti. Asta. O yana bir qacha yegida. Mang. Deng Dang enim. Voy siz bilaman degan edingiz. Nimani bilasiz? Meni yaratadigan ailening qizi to'kur bo'lmasa, qarg'u ekanligini bilaman. To'g'ri dedimmi? Agar to'kur yo qarg'u bo'lsa unmamsiz. Bo'ldi va. Yolg'iz o'tkunim yaxshi. Agar undaq bo'lmasa-chi? Bu 3-yangining ajab gapi tugmay ketdi-ku. Aytishdan hijrim bo'lmaydi ekan. Bu qiz ya to'kur emas, ya qarg'u emas. O'zim shundoq muloyim. Rasmi? Ras. Sizni oldimidim. Men tush ko'ryapman. Xohlamsiz, xohlamamsiz. Acha, rostli siz degandek bo'lsa, men sizga bosh uray. Bosh urgan bilan ish bitmaydi. Keyin mening ishki ishlarimni qiltaymisingiz bo'lmaydi-jimi? Acha, siz yordam qilsangizlar, men sizga ot eshak o'rnida ishlab berishga roziman. Ma'qul. Mushu gapingizni chin turing amsa, men uni chaqirib chiqay. Chiqing, ha? Chiqib ko'rib yiqing. Chiqing, ha? Deng Dang enim. Mushu.
gangirab qilyapman. Bu zot nima ish? Nemish bo'ladi? Gapimni anglang. Men bu oilaning 3-kelini. Bayqi bizning yovmi. Bay sizga o'tin akeldirgani bo'lsa, mening qiynatam dadamning sizni ishga yo'l qilib bor ekan. Siz xohlamsiz? Xohlayman. Amsi men dadamni chaqiray. Dingdangaynim. Bu mening dadam. Buva, Bu mening opam. mo'ma. Ay, bova moma demay, dada, apa degan. Ha? Hey, yanılı qaydın buzmaylı. Ular to'y qilgandan keyin desimi kechikmaydi. Üçüncü gelen, bu ishni vaqtida qilib etayli. Ha? Bo'lmasa avarchilik ko'p bo'ladi. Yigit, sen hozir qaytib turib, 10 kundan keyin uyimizga kelgin. Shu chaqda biz barliq urug' tuqqanlarni taklif qilib, ha? Sizlarning to'yinglarni qilib qo'yayli, ha? Seningcha qanday? Ma'qul. Buva, mo'ma, amsa men mangay. Ha? Buva, mo'ma, mangdim amsa. Ha. Xotin, biz uni to'g'ri tanlabdimiz. Onun boshliqidek makoni, putqo'yg'idek zimini yo'q bir namratgan. Voh, cho'qor, selixni qanday qilsan kinamdi. Biroq u bak jihyaydi ekan emas bu. Van begim. Dingdang. Sen Lilavshanning uyiga nima qilgani kelding? Van begim. Men o'tin setishdan boshqa yana nima ish qila olmaydim? Dingdang. Ha? Men sana sen degan yapıllarni o'tirib, yarlangan azimat bo'lg'achqa izzatini qilib, qo'g'diq chiqib qo'yay desam bo'lmayman deding, ha? Bu ishni qilganingga uzun bo'lmabdi, ha? Sen qanchalik pul topib ketgansan, o'tinlarini setib, ha? Shundoq. Van begim. Deganlari barhaq. Men yaponlarni o'ldirib kunib qilg'ashqa, jo'ng'iliqlarni o'ldirgim kelmaydi ekan. Van begim, men mangay. İzzatini bilmaydigan laqma. Lilavshan! Seni uyimga nima debganlar? Lilavshan. Men bugun sizga elchi bo'lib keldim. Elchi bo'p? Ha? Nima elchi bo'lalar? Uxlab tushlari. Ben sizlarga deb qo'yay, boyi chiqib ketayotgani mening ichki o'g'lim bo'ladi. Dingdang. O degan bir yalan töş. Bu qatim seni bizden to'y siliqi olamaylar. Lilavshan, aldirab qo'shib ketma. Siz mushunda qilsamlar, yangilik ko'chisharlik sizni qishib to'layman deb qo'shmamsiz, ha? Qanda? Ishki yo'g'il akasimiz. Texmi ko'p olaman siliqni. Ajirsizlar bir o'g'illik bo'lib qolgan ekan, ha? Jonbeji topshirsiz. Jonbeji? O, ishonmayman. Ishonmasangiz, bu atraf boshliqdan so'rang. Seni Lilavshan! Anlab turib, yiqmang. seni Lilavshan! Ağzınızı yumang. Anlab turing. Sizning kuyovingizsiz mana. Men o'zim bilaman. Ha? Men ketdim. Bu atraf boshlig'i boy deganlarga qaraganda Lilavshan ishga yo'g'il akirsa seni olamaydi ekanmiz-da. Yangilik ko'chish harakati fond nizomida hukumatda yo'q-da. Mı yo'q buni qaramiz. Ikkimizning degani hisob qo. Qandaqsiga ikkimizning degani hisob bo'ladi. Oy, ras. Alo atraf boshlig'i. Sizning deganlari hisob. Wang Cho'qor, sen 3-chi yangini keltiranmagandan keyin bu
Buldu kılmamsa. Ula Adret başlığı, sizler bana yardım kılıman diyen o. Bilemlikin, ha? Rastlavatı ben. Onun güldürüba yanmı yok, ha? Ula Adret başlığı, yanını özdür bir amal kıp bəsle. Amal silik silip Lilojan'ını amalsız kaldırıp yavmeyni bana bir erişki mecbur kandım ki üçüncü yengini konuğa keltürmemdim andım, ha? Sen bek teleylikken sen. Bırak. Ben bir yardım kılmayman cuma. Vay vay kızık yalla, kim seni bir kağıt yardım kıldıralaydı? Mavo göre hanımın bu aylık paydası sep koysuna yallarga. Makul. Senin tenha yaşamın mı asan emez. Ben sana yardım kılay. Köp rahmet. Lu Adret başlığı, biz bir tuqqandı mı yıkkan dostlar, herkes unutup kalmışlar cuma. Vancım ya. Bak. Lilo şanını çakırıp gelişke derhal adam evet. Lo etrat başlığı nimdeydi o? Neme deydi? Bizni Canbici tapşıranlar deydi. Bu Canbici, Toybici'nin şikimin koy köpken emes mi o? Hı? Yevmi. 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 Apa, qarang-a, Yevmiga nima bo'lgandi? Yo'miza! Samim bo'ldi! Yo'miza! Tez! Uni yo'lab o'jirsiga kirib qo'yaylik. Bo'layli. Tez! Üçüncü kelin. Bu pulni silib qaynatgan su. Hepsini yeyişidi. Onunla tez iş güzel. Vay, nimdi bu? Nim degan sesiq. Voy, apa, Yevmi sevib qo'yibdi. Hay. Dingdan, ketmang. Siz yana o'rinib berdim. Üçüncü yenge, qaram. Onun hangıqib o'ltirg'ini ko'rib, men sirab qoldim. Men bo'ldi. Ulug' ajdodlarim, men bu umrimda nima gunoh qilib qo'ygan bo'g'aydim. Menga nima tatqinoq bu? Baba, tiyib keldi. Bu efendini tez Yevmi'nin hücrüge başla, onu kesinlikle görüp koysun. Biri sarang bo'lgan, biri kesel bo'lgan. Bu uyga zodi nim bo'lgan-ku. Dodo, kosuğum açtı, tamak yeymen. Sen tamak yiyişini bilemsen. Kosuğum açkandaki tamak yemey, nimi yeymen? Bana tamak ye, Sarang tursa, nimiş qorla uni. Kirib ketaylik. Baba, Yevmi'nin kesilganda gel. Doğru bedilim o. Kızlarının kesiliga doğru yemizin boğdu. Doğru yemse qandaq saqıydı. O ruhi keselken, ruhi keselni ruhi cihetin davalıgan tüzük. Ondakta kandak kılamaz. Yatlı kısanla kesili sakıydı de. Mana. Gepegi hecem. Acığım geldi o. Yatlık kımısak bulmam iken zade. Dadısı, bulmasa. Nime bulmasa? Gep kılanla. Van çoğur. Yokular hiyal kılmanla. Yevmini aşu kessel kıgan tursa.
Yana şunu yatlı kılamdık. Bu yatlık bulmağanlıqdan boğan kesel tursa, kesilini saqaytımızda etkemiz yatlıqımızsaq bulmaydı. Ondaq bulmağanda boğan sır edep ketmemdi. Namaratqı bereyli desek tek almasa, qandaq qısaq yatlık qılımız tam. Men meyipirsin tapkan bolsam, Van Çokur'a bir tiyimi toysılıkı tapşırmağan bulattım. He, rasma? Meyip bolsa silik almam diken. Emse, birsig bəsək boğdek. Kimge? Pendümçekke. Nime? Pendümçek? Xotun! Sılımı saran buldun mu? Niman çıxap bolla. Umu unamdı texi. Dada. Apamның degenning mi azroq asosi bor. Yomi hozir hangi qipli o'ltirsa uni kim oladi? Agar pandimchakning dumchib mangadiganini demasa, umu bo'p qoladi. Pendümcek mu er kişide? Boy tevibmi darhol davolamasa saqaymaydi deydi-ku. Şundaq. Dadisi emdi keynik sürüyemeyli. Makul, makul. Men etili verip pendümçekni izley. Hey, pendümçek! Pendümçek! Toktap dur, toktap dur! Şu begimken go. Ha, teşkma. Pendümçek sana deydiğen mühim bir iş var idi. Senin toy kığın bağ mı? Xotun ağın bağ mı? Asta, şu begim. Sizler bundan soğuğan diken, ben bu yoşurmay. Benim nemişki xotmağım yokken. Emsi yaxşı. Men sana yardım kılay. Sizler bana yardım kılam mı? Sizler ne demekçi düşünemedim go. Asta, bu gep... bu gep ne demek? Acep teski toxtadı o. Demişler bopta benim yan işim var. Ketme. Toktap dur. Demek ters bu olsun mu? Ben sana değmen. Asta, şu begim. Anlat dur. Men iyilikki. Asta, şu begim. Dinandılar. Bugün nimaçı duduklaydılar. Hey, anlat dur. Men Yavmizini sana berey. Ne dediler? Nima? Men yavmizini sana berey davatı men. Aras. Asta, şu begim. Bugün sizler qıqılı iş tapamay. Meni koldurlatqılı keptiler de. Şudaqma. Bana çaq mağatqanlar. Hey, kim sana çakçaktı? Men rasta davatı men. Rasma? Eğer yalgan etkan bolsam, meni Tanrım ursun. Emis, meni ahmetim kepti de. Men pendümçekle ahmet kepti de. Men pendümçekle. Hey, sen aldıran hoş bok gitme. Sana uçuğunu da koyay. Yolmezi sarı bop kaldı. Bilmən, onun sarı olub qalğanı bilmən. O sarı olub qalsın alıman. O sarı olub qalsın alıman. Əmsə, biz qaçan toy qılmayız. Makul, derhal kılaylı. Dərhal qılamdıq. Men avutum kepti. Ben neyimi kulak koygan boğuydu. Gülde çıraylı kızım ne? Bir katalet pendim çekip verdik am oldu. Ben pendümçekni. Pendümçek! Sana dep koyar. Sen bek hoşal bop gitme. Şen begim. Kıynata. Kuyog'ullardan özürge salam. Ben tekisini kıynatan bomudum. Urmadın ture. Pendümçek! Ben gep ne? Aval dep koyay. Anlap dur. Yavmey üyüngi basa. Eliki örülüp şey digen eski üyünli.
Konuşaysan anladın mı? Makul makul. Bırak kaynata. Bende pul yok da. Esta. Boptu. Men yeni bir kıtım ziyan tatkan bulay. Bizden konu öy hazır mı boş boğandın ken. Yavme işkinla aşı öyde turunla. Bırak. Biz değiş olaylı. Öy icarısını çok kom tapşırsan. Anladın mı? Makul makul. Emsi bu şundak bekittik. 7 günden keyin toyuңlarını kıp koyumen. Toy kılıman. La 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 la. Padacak. Özün yalğız neme kirip ketdi? İnkin tushib qolmasin yana. Van begim. Men men kuyog'ul bo'ladigan bo'ldim. Ha, kuyog'ul? Sen kuyog'ul bo'lamsan deki? Qarayman so'zlama. Sana kim tigatdi? Kim bo'ladi? Yovmiz. Nima? Hey, yovmay sana tigamız ekan? Ha? Liloşan oldimga o'zi kelib, shundoq dedi. U yana o'zining ko'n uyini menga berib turadigan. 7 kundan keyin to'yimizni qilib qo'ydigan bo'ldi. Mali loşan ne? Voy, ben özüm açılıp basam, onu bana dursa. Ya beni sendek dümçekli berem da Liloşan. Yovmay sarang bo'lgandan keyin menga tegsa, uning qumi alam bo'lmaydi da. Hanımcak, onu anmaysa. Voy, nima ish qilmaydi ekanman, ha? Meni bir umr yostiqni quchoqlab yotsin demdilar. Men panjamatimizning urug'i qurib ketishiga ishonmayman. Benim gipimni anlamamsa, ha? Eğer gipimni anlasan, sana ben pul veririm. Pul olmayman, ben pul olmayman. Men yovmizni olaman. Hem senin gipimni anlamsa, sen? Bu qitim nimani degan bilan gaplarini anglamayman. Hanımcak, eğer gipimni anlamasan, seni Lumya'nın bazırda turg'izmayman. Ha, xotin yo'qlarla turamaydi. Bo'ldilar, sizlarmi ig'izlarni upratmaslar. Agar men Liloshanga kuyov'g'il bo'lsam, menmi cho'ng bir yo'lanchiga erishir ekanman. Ha? Mendan chatoq topman deydi ekanlar. O'ylanib ish qilsalar. Unutib qolmaslar. Menmi komindan. Komundan olsan din boptu. Hey, seni onurgumu men tunuşturacağım bu. Ha, men. Ha. Hey, tota, gipimni alırsa, Hanımcak. Gipimni alırsan, vaktiga gelişini bir edeplemediğim bu olsam. Ha, işlenmemse, ismimni özgertiydi ben ko. Yey. Ben komundan deydi ha. Şu yenge, beni saklab o'tqanmidingiz? Ha. Dadam yovmiyizini pandimchaki berdiganligini, sizlarning yana aralashib olmasliklarini deb qo'yishimni aytgan. Sizlarning menga ko'z selib yurganlarini bilaman. Emis men ma'qul sizda, ha? Tutunbegi, men degan eri bor ayol. Meni urib o'ltiribsizlarmi, bunday ishni qilmayman. Bu niyatlardan baldiroq yansılar. Jahonda ayol kishi degan ko'p bo'lgandan keyin boshqa birini topmamdilar. Men sizni yosh ko'rman emasmi? Amsa umr bo'yi shunday o'tayapsizlar. Tazımı. Bağır taş otun kitabı. Hanımcak. Rastlıqını digine. Sen şunç yıldan beri men bilen birga yurding. Sana men 100 kilo elemdim, kilememdim. Nima desam bo'la? Ba'zida 100 kilo deydilar. Ba'zida bo'ldilar. Men bugun meni izlaydigan nemishlar bor edi, deslar. Anlap dur ha. Sen yovmaydigan sarang qizni olmoqchi bo'lsang, men sana yordam qilaman. Biroq
Sen mi bir işte bana yardım kılışın gerek? Ha? Qanaq yardım qilaman? Bana üçüncü yengini geldirip verirsen. Ma'qul. Men Lilojon bilan bir oylik ishlardan bo'lib qolsam, uyiga doim kirib chiqib yuradigan bo'lgan ekan, cho'qim fursat chiqadi. Bom gap. Bu ishda cho'qim yordam qilaman. Aka qo'lingni. Kelinchak taxtiravondan tushdi. Qani, Avayla, ha. avaylang, ha? Uy keldi. Avaylang. Avayla. Keldik. Nima ish tishlaysiz? Ha? Uxlayli. Ha? Men oyog'ingizni soldirib qo'yay. Oyog'ingizni soldirib qo'yay, ha? Uxlayli. Voy. Asta. Bu nima qildingiz? Sarı olsanızmı? Bana bunda qilmasangiz bo'ladi. Biz to'y harig'in ichib, boshni urib bo'ldik. Sizdek bir gulni mendek tizakka sanjiydigan bo'ldi. Ha? Yomey, bugün bizning to'y kechimiz, ha? Yomey, siz mening qanchalik bechora ekanligimni bilamsiz, ha? Ben 30 yaşdan aşkın turupmu? Xotinchilikning qanday bo'ladiganligini texi bilmayman, ha? Bugun elchilarni ikkimizni chetib qo'yib uyquga ketdi. Agar faqat unutmasangiz keyingi qitim bo'lsin mayli. Kulma. Kulsangiz badanim tikanlashib ketadi ekan. Sizden ötünüp qalay, bo'ldi kulma, ha?
sizga bir qiynavasamlı bo'ldi. Başqasi bilan karım yok. Yalmay. Bizning Chingyangan sarayga berib gul saylisiga chiqqanimiz esingizdami? O qitim gul saylisiga chiqqanlar bak ko'p edi. O yerdagi yeydigan, kiydigan, ishiltadigan narsalarni ko'rib ko'zimiz ichilib qolgan edi. Yeliqi bir necha yosh yigitning kiyvag'ini qanday kiyimda aytdik, kaynida tex chekib ekan. Bak g'alit ekan. Ularning orasidagi oq yuzlik, qora chashliq nihoyat qamashgan biri yilmi esingizdami? Onun bilan do'qirishib qolgan vaqtimizda menga bir qarab edi. Shu chaqda ho'jan Yalmay, qo'l-oyoqlaringizni mangdadingizmi? Qo'l-oyoqlaringizni nima ish qildingiz? Qo'limga begi sanjib olganligimni bilib, qo'l-oyoqlaringizni qanday sirsin deb dedingizmi? Yalmay, mening kimligimni bildingizmi? Shinchanga. Tinchak, qarag'ina, tez kela. Yalmayning kesili yaxshimi yetdi. Bilasizmi? Bo'lay, nima qilyapsiz? Tez kelib qarag'ina. Yalmay. Bo'ldi. Yalmay. Tinchak, Yalmayning kesil saqaysa, sening tekdan bo'ladi. Albatta-da. Üçüncü kelin. Topanını keldinglarmi? Ko'tiramadik, saltirib akilaylik. Unutib qolmanglar. Voy. Asta, Tinchak. Ne bo'ldi? On koy dasla. On koyni nima qilsa? On koy tamak pul bermamlar. Sen tamak çeksen, sana men pul veremdim. Bir kiyoğul, yerim oğul degan gap bor. Sizning pul olishim haqliq. Hey! Mende pul yok. Pul yok? Ma'qul. Bu uydagi narsaning qaysini ko'ra qo'yg'il bo'ldiki, qarab boqay. Ashunda qilib boqaqini. Hey. Hammamiz bir oila kishilar bo'lgandikin, tamakasi azroq pul dastlab bo'lmadimi? Uningga nima deb pul bergidekman? Sizmi o bilasiz? O pul desizlar. Uningga berib uyitib qo'ysak, berib to'shit qilib bo'lamdi. Ha? Hey. To'xta! Nima qillar? Qara deyman. Nima qillar? Sen texi menda yushalayman deb qoldingmi? Tinchak, sening xato bo'ldi. Bunday qilmasliging kerak edi. Kim buni menga pul bermisan debdi? Hey! Sana pul bermisan, mushundaq o'g'irlamsan? Bu qanday o'g'irlanlik bo'lsa? Men bu o'yinni bir odam bo'lgan ekan, buni oldi deymiz. Sen sana deb qo'yay. Bundan keyin bu o'yindagi narsalarni mening ruxsatimsiz hargiz olmaysan. Anladingmi? Ol menga toza. Og'ir qildi. Olamam de. To'xta! Ularni tektir. To'xta! Ne qilsin ki qilajol? O beklib qisqga. Jack, senin Yilovshanga kuyov bo'lgan yo'q o'xshamamdi. Bog'im yo'q. Yana bo'ytaq o'tay debsan-da, ha? Achchig'imni shundoq deb qo'ydi. Yo'miga qandaqim ko'zim qiysa. Uchinchi jang keldi.
Üçüncü yenge. Hey, öyle gitmeyeceğim ha. Dimchak, tek chiqapmisan? Apam meni seni chaqirib kelishga avatdi. Yura. Qaytmayman. Qaramamsiz, u qaytmadi ekan. Dimchak, bir oila kishilari bilan o'tayotgandan keyin urush jidaldan xoli bo'g'il bo'lmaydi. Bo'ldi qilib, men bilan qaytqin. Ha, üçüncü yenge. Ben bir eğiz lilla gelip koyay. Bu lilla oşançı, bak kamlaş olduruptu cuma. Hadiste adam vurdu iken. O bilemdi o bilmemdi o. Adam vuruşuyor karan. Yıllık güç şerikine nizamnaması ki xillap. Bu ailemizning ishi. Yatlarning aralish hojasiz. Qandaq aile işki o. Ben tütünbegi boğan iken. Bu işli başkuruş hukukum bak. Amsa uningga qaytib ketishga nasib qilmoqman bola. Ben onun qaytib ket deb nasihat qilib bakay. Eğer o qaytib ketse, bana qandaq rahmet etsiz. Amsa sizlarga qanday rahmat desam bo'ladi? Yani şu gap üçüncü yenge. Men yenimga begi selib olganjimi tutunbek. Vay vay. Siz ömür boyu ayak çelmişiramsınız değil mi? Ha, uydagilarning hammasi oyoq kiydi-da. Dimchak, men bilan qayt. Ma'qul. Dimchak! Sen bu shundaqla qaytib ketamsan? Ha? O şöyle urgan diken o'zi kelib akatsin. Sen bu shundaq jimjitli qaytib ketsan, yana bir qatimda qanday qilasan? Ha? Ha. Dadam o'zi kelsin. Ha, endi bo'ldi. Bang choqir, sizlar shundoq nasihat qilamdilar. Amsa ben qanday nasihat qilaman? Ha? Men nasihat qildim-ku, oilalarning inoq bo'lishi uchun bir obdan nasihat qilib qo'ydim-ku, hozir. Agar dadam kelmasa, men qaytib bormayman. Ma'qul. Men dadamni chaqirib kelay. Axloqsiz. Vang begim. Agar Liloshan kelmasa, men rostdan ko'ngil bo'laman dem. Bir ishlarni nemandaq oddiy o'ylaydigan sen ha, döt. Hey, üçüncü yenginin kagini Lila O'shanning seni qo'yib etmaydiganligini tushundirdi. Sen Lila O'shan kelganda hech qanday ishga aralashmay, bana maslish bersanmi, bo'ldi. Shunga ish tugaydi. Qadaq. Ajrashtirmas qanday qilaman? Alaptor. O seni ajrashdi deydikan, men oningdan ajrish bejaliman. Qani qanday qildik? To'g'ri? Mana. Ishkimiz ashpusulga kirib tamoq yeb chiqaylik. Andan yo'mi bilan bojiranglarni bo'lgan ishlarni so'zlab beray, ancha-muncha bak, ha? Tütündeki bilen bendim çekkene. Ketdi? Ha? Men bu ağaçlarning hammasini daftarda. Ay, men de yoshiraman demadimcha, hemen demidi. Sizlarga qasam qilib beray. Ha, kile. Bana bir qacha oqash, yana bir qacha yesuvlak qo'rimiz keltirgan. Teshqo, Liloshan. Ha? Men bu yesuvlak buyurtgandan keyin bir yesak bo'ladi-ku. Ha? Kim siz bilan birga gidak, ha? Liloshan, siz hadisda uni ursiz qanday bo'ladi? Uch shimg'i tekkandan keyin urdim toza. Kimsin lan silirg'i tegibdi? Liloshan, siz urushga keldingizmi yoki yarash qilami, ha? Kelgandan keyin bir necha qiz chiroyli gap qilmamsiz. Ma'qul. Men ko'p so'zlamay. Pandimchak. Men gerçi seni urgan bo'lsam-mu, biroq sen yanala mening köy o'g'lim, ha? Ha? Men deb gap qilmaysa. Tutunbegim menga ega bo'lsin. Liloshan, sizning uni urganingiz xato. Xatolig'ingizni tuning. Men xatoligimni tunimdim. Agar xatolig'ingizni tunugingiz bo'lmasa, so'zlashganimizdan foydasi yo'q. Ha? Uyingizga qaytib, ha? Uyingizga qaytib, hiliqi 8000 ko'y ajrish bejilik tayyorlab qo'ying. Men xatoligimni tundim. Dimchak, yana qanday telefon bor? Yana
Her ayda bana 100 koy paç xarajat buluversin. Nima? Sana 100 koy paç xarajat bunu veremdi. Albatta. Albatta. Miloşan. Pandimchek ya sırtı işlemişse. O nerede burada bu da? Onunga sizlemsiz kim berdi o? Paçxarajat pulunu? Ma'qul. Men beray. Apa, akal. Rostlik saqishini o'ylamabdiman. Men nurg'un kuchi yiqib bu sadoatni tilagan edim. Kagasi yo'q ekan, Temchak bilan qarinlab bo'lsin. Yomey! 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 Voy voy. Hey! Ha? Hey! Yomey! Yomey! Gipimni anla, Yomey! Voy! İşini açın Yomey! Gipimni anla! Asla avval gipimni anlab bakmamsiz! Yomey! Temchak, U menga parvo qilmadi. Qanday qilaman? endi sen qaytib tur. Biz onunga nasihat qilib baqaylik. Xotirjam bo'l. Kimga tegsa eri shu bo'ldigan gap. Yanil sening xotining-da u. Yo'q. Men qaytmayman. Men uni mushada chiqit saqlayman. Bo'ptamsa. Emas biz ishimizni qilaveraylik. Yenge, meni nemish onunga bersilar. Bu chaqda tez darhol davolimiz saqaymaydi degan edi. Biz sizning umr bo'yi saqaymasligingizdan ansirdik. Yana kelib, u chaqdagi holatingizdan kimni ilishga jur'at qila olasin? Biroq men uning talatini ko'rsamla, ko'nglim erishadi. Ya'ni, bundaq zamonda ayol kishi xuddi kiyimda kim olsa shuning bo'ladi ekan. Madem o'zingiz o'ylagandek ish bo'lsin. Men sizning xafa bo'lganligingizni bilaman. Xafa bo'lganning foydasi. Men uni tex taqdirga tanbagim yo'q-ku. Pandimchak, senden soray. Uyumdaki narsalarni yana o'g'irlamsan, o'g'irlamamsan. O'g'irlamayman. Mendan yana 100 koy tamak puli olamsan. Ha? Olmayman. Hey. Senmi uncha qayg'urib ketma. Oqshomlik sana yordam qilamiz. Buni tushundingmi? Agar 8 ming koy ajrish beji topshiradigan ish bo'lmaydigan bo'lsa, seni burunni qo'g'lab chiqaratdim. Yo Meza, Ha? oqshomlik kichik opamni uyga bag'ash o'ynab kelandik. Ha? Ma'qul. Temchak, chiqa. Chiqa. U qani? Ketdi. Temchak, endi uning hujrasiga kirib yoshirmag'in. Sal turib u kelib uxlagandan keyin ondan chiqa. Yana yushirdim olamda.
性多一点是人，狗性多一点是狗，有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云能还魂。自古多见人变狗，现在想看狗变人。收捐抓壮丁，开档户人民骂他是狗官。王保长，芝麻官狗腿子一个乱收捐，抓壮丁，开档户人民骂他是狗官。人性多一点是人，狗性多一点是狗，有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云能还魂。自古多见人变狗，现在想看狗变人。